Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Bugundan boshlab Kamal Hisamidinovning Momamning shifoliq dorilari degan kitobini o'qishni boshlaymiz. Kitobning ichidagi mazmunga kirishdan ilgari avtor Kamal Hisamidinov haqida, shundaqla mushu kitob haqida qisqacha bir tushunchaga ega bo'lish uchun oldi bilan so'zni nashrga tayyorlovchidan boshlaylik. Undaqda diqqatingiz tövəndə bo'lsin. Nəşrga tayyorlovchidan butkul hayoti tahrirlik, muxbirlik va ijodiyat izdinish ichida o'tgan yozuvchi Kamal Hisamidinovning 7 suv Uyg'urlari adabiyotida alohida o'rni bor. U 1934-yili yanvarda Almata viloyati Uyg'ur noyisining Tugman yezisida kolxozchi oilasi tug'ilgan. Tugman yezisidagi 7 yillik maktabni tamomlagandan keyin Cho'ng Aqsu o'rta maktabini bitirib, 1 yilga yaqin yezi kengashi kotibi bo'lib ishlagan. Keyin Almataning Abay nomidagi Davlatlik pedagogika institutining til va adabiyot fakultetida o'qigan. Institutni tamomlab, ilgari keyin bo'lib, Yangi hayot jurnali tahrirotida, Kommunizm tug'i gazetida tahrir, adabiy xodim, bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. Keyin 7 yilga yaqin Qozog'iston Cumhuriyetlik radio televiziya xabarlarini anglatish komitetida Uyg'ur bo'limining bosh muharriri bo'lib ishlagan. Yozuvchining ijodiy faoliyati Qozog'istonda chiqadigan Cumhuriyetlik Kommunizm tug'i gazeti tahrir bo'limining faoliyati bilan chambarchas bog'langan. Yozuvchining asarlari dastlab mushu gazetda e'lon qilinib, xalqqa tunilgan yozuvchi darajasi ko'tarilgan. Uning tonish kishilar, Assalom hayot, mehribonlar, mening zamondoshlarim, sening tang tushlaring, tilayman omonlikni, Jangchining o'g'li va Yillar nafasi nomli ochirik, hikoya va povestlar to'plamlari nashr qilingandan sirt, Qozog'istondagi Uyg'ur matbuotlarida nurg'un ziyorat xotiralari, axborot maqolalari, turli ilmiy va ijtimoiy temalarga bag'ishlangan maqolalari, Uyg'ur xalqining beshiga tushgan kulfatlik zamonlari haqida nurg'un maqolalari e'lon qilingan. Ish boshqa, havas boshqa degandek, Kamal Hisamidinov o'sib cho'ng bo'lgan oila muhiti va o'zi duch kelgan turli salomatlik masalalari uning tabobatchilik ilmiga qiziqib qolishiga turtki bo'lgan bo'lsa kerak. Zamonaviy meditsina ilmi toza taraqqiy topmagan va xalq hayotiga singib kirmagan zamonlarda momisidan, onasidan va boshqa tajribalik mo'may buvaylardan ko'rgan, anglagan an'anaviy davolash usullari, erim udumlar hamda bu choralarning alohida unumi uni hayratda qoldirgan. Go'dak qalbida nurg'un chegish savollar tug'ilgan hamda bu savollarga ilmiy asosda javob berish istagi paydo bo'lgan. Mustaqil turmush yo'liga qadam qo'ygandan keyin o'zimi bu choralarni ijtimoiy amaliyot jarayonida tajribadan o'tkazib, nurg'un bemorlarning hojatidan chiqib, dardiga darmon bo'lgan. Hayron qolarliq yeri shuki, bularning ko'pinchisi zamonaviy meditsina ilmi hal qilishga qodir bo'lolmagan masalalar edi. Darhaqiqat, Uyg'ur xalqi necha ming yillik hayotlik musofasida kundalik turmushda uchrab turadigan turli tuman og'riqlarni mana shundoq usullar bilan davolab, o'z hojatidan o'zi chiqib kelgan. Kamal Hisamidinov hikoya qilgan bu ishlar o'qirmanlarga butunlay notanish ishlar emas. 20 yoshning ustidagi har bir Uyg'ur o'z uyida, mahallasida mana shundoq kitob yuziga tushmagan yerlik usullarga shohid bo'lib kelgan. Ba'zilari hatto shu usullarning karomatidan qayta hayotlikka erishgan bo'lishi mumkin. Mundaq odatlar tajribalik mo'may buvaylar va ulardan udum qilgan kishilarda hali ham hayotiy kuchini saqlab kelmoqda. Faqat e'tiborsiz qaralganligi, ahamiyat berilmaganligi
öz madaniyatiga bo'lgan tonuş va ishonchning yetersizligi tufaylidanla nurg'un kishilar o'rinsiz ziyon va bedellarni to'lashga majbur bo'lmoqda. Mana bu ata-bovlarimizdan qolgan zamonaviy ilmning sirtida yetimsirab turayotgan, zamonaviylashishning qurboni bo'lish, yo'qolish girdoviga berib qolgan yerlik saqliq saqlash udumlarini yig'ib tatlashning real ahamiyati. Mana shundaq ahamiyatli ishni yozuvchi Kamal Hisamidinov boshlab bergan. Kamal Hisamidinov xurofiylik, ilmga zid deb qaralib, kishilarning nazaridan saqit qilingan, e'tiborsiz qaralgan nurg'un odatlarning ilmiy asosini tepib chiqishga tirishgan ham shundaq asoslarni topgan. Mana bu Uyg'ur tibobatining taraqqiyot tarixini yo'ritishning ilmiy ahamiyati. Aniq nazariy asosi bo'lmagan, ilmiy asosi texi aniqlanmagan bu xil yerlik davolash usullari zamonaviy meditsina ilmi nurg'un utuqlarga erishib, toza taraqqiy qilgan 90-yillarda o'z kuchini ko'rsatgan. 1991-yili sobiq Sovet ittifoqida yuz bergan g'oyat zo'r o'zgarish tufaylidan yangidan qurilgan O'rta Osiyo Jumhuriyatlarining iqtisodiy jihatdagi cho'kishi xalq turmushiga og'ir ta'sir ko'rsatgan. Xalqning kundalik turmushi qiyinlashib qolmay, yana davolanish masalasimi og'ir ijtimoiy masalaga aylanib qolgan. Kunseri nacharlashib berayotgan iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan xalqning g'arb tibobati bo'yicha muntazam davolanishga qurbi yetmagan. Shunga xalq og'ir iqtisodiy chiqim talab qilmaydigan, oddiy, tannarxi tuvan, unumi yuqori an'anaviy tibobat choralariga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Xalqning kunseri ishayotgan mana shu jiddiy ehtiyojini qondirish maqsadida Kamal Hisamidinov qo'liga qalam elib, salomatlikka doir bu hikoyalarni yozib chiqqan. Hojatmanlarning dal ussuzligiga tekkan bu asar nashr qilinibla yaxshi olqishga erishgan va ko'plagan o'qirman Kommunizm tug'i gazetiga xat yozib, asarning davomini yozishni talab qilgan. Avtor o'qirmanlarning talabi bo'yicha salomatlikka doir hikoyalarning davomi, jon tatliqdan keyingi hikoyani yozib, gazet yuzida ulab e'lon qilgan. Diyorimizda e'lon qilingandan keyinmi buning amaliy unumini ko'rgan. Uningdan manfaatdor bo'lgan kishilar oz emas. Demak, saqliq saqlashga oid bu udumlar texicha o'zining hayotiy kuchini yo'qotgani yo'q. Avtor salomatlikka doir hikoyalarni to'plashdan sirt, yana xalq orasida doim qo'llanadigan, Uyg'urlar o'zi tunib foydalanishni biladigan, oson topqili bo'ladigan 110 xil dorilik o'simlikni Uyg'urcha, Ruscha atalishi, tunush, o'sish o'rni, yig'ivilish usuli, tabiati, kasalliklarga ishlatilishi qatorliq tartib bo'yicha ratlab yezib chiqqan. Kitobga 110 xil dorilik o'simlikning qistirma rasmi berilgan. Mazkur hikoyalarning oldingi bo'lagini mana shu 110 xil shifoliq giyoh haqidagi maxsus asar tashkil qiladi. Bu 110 xil shifoliq giyoh avtorning amaliy siniqidan va xalqning hayot siniqidan o'tgan o'simliklar bo'lg'achqa, Xinjiangdagi Uyg'ur hojatmanlarmi unumli foydalana oladi. Bu asarni Uyg'ur tibobat tarixida xalqning amaliy turmush siniqidan o'tgan tajribalarga asosan yozilgan. Qilimlashgan kitobiy hukmlar asos qilinmagan mustaqil tadqiqot mevasi deb aytishga bo'ladi. Qandaqli bo'lmasin, bu asarning nashr qilinishining 7 Uyg'urlari orasida umumiy xalqning beshiga tushgan og'ir iqtisodiy qiyinchilik mazgillaridan o'tib olishiga belgilik yordami bo'lgan. Aramizda ömrini mana shundaq ahamiyatli ishlarga sarf qilgan kishilar ko'p bo'lmasa kerak. Tashmu tushgan yerida aziz deyilsimi, lekin aziz bo'lmay qoladigan narsalarimiz yanada ko'p. Odatda og'riq azobi tortayotgan kishilarning ko'pinchisi nurg'un iqtisodiy chiqim tortib, davolash natijasiz bo'lgandan keyinla Uyg'ur tibobatini asga oladi. Bu Uyg'ur tibobati hammaga qodir deganlik emas. Uyg'urlar muntazam nazariy asosi bo'lgan Uyg'ur tibobati ilmiga ega bo'lsa-mu, lekin uningdan unumli foydalanish
hammali kishining qo'lidan kelavermaydi. Şoňa bäzide mana muşundaq təcrübeden ötken addi çarelerge müracaat qilishga toğry keledi. Cümleden menmu 1997-yili 1 yaşlıq qızımның ağzıga çıqqan addi şapaq yarasını 1-200 goy xajlapmı saqaytalmay, bir pulga arzimaydigan qoğun şapqını köydürüp yarığı sepiş yolu bilen saqaytıp algan edim. Heli hem canğı taqılıdığan ve taqalmaydıgan türlük kesellerge dava tapalmay, yoki iqtisadi qiyinchilik tüpaylidan doktorxonaning ishigiga mu borolmay ingrab yuriyotgan keseller az emas. Abdur ajdodlarining kindiqqini to'kilgan ushbu yurtda o'z asarlarining millionlagan Uyg'ur o'qirmanlari bilan yuz ko'rishishini o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa, qanchalik xushalliqqa cho'mgan bo'ladi. Afsus, yazgıcının ömrü onunğa yar bermey, 2003-yili 71 yaşında alemden ötdi. Kamal Hisamidinov başlagan bu ähmiyetlik iş şunun bilen ahırlaşqanı yok. Bu faqat ilham mənbəsi. Bu hikayelerini okugan okurmanlarımızның esigimi pərişti sübət moma bovalarının əməliyetinden körgen, ağzıdan anlagan nurgun yeni ibratlı hikayeler düşkendi. Ularni qayta oylandırgandı. Bu işlerinin real ähmiyetini düşengendi. Ularmı belkim qoluğa qalam elip, hacetlimenlerinin derdige derman bulalaydıgan esil hikayelerini yezişqa tayarlanıvatqandı. Biz şundaq buluşuq işinimiz. El içi tügümez xazine. Bugünkü anlatışımız muşu yergiç bolsun. Keyinki qıtımlıq anlatışımızı görüşeyli. Salamet bolun.